hamma tanigan tikuvchi dizayner edingiz. Guldek hunaringizni tashlab bloger bo'lib ketdingiz deb yozib qolishadi Insta gullarim. Blogerlik deb tikuvchilik kasbimdan voz kechganim yo'q. Asl sababchilar shu ikki mo'jizachalarimdir. Xabaringlar bor, kala bugun fura haydab safarda yuradilar. Dadajonsa doim ishda bo'lsalar, men doim ishda bo'lsam, mo'jizachalarimga kim bolalik baxtini beradi. Bolajonlarimga chiroyli tarbiya beraman, mehr berib, ularga vaqtimning ko'p qismini ajrataman deb tikuvchilikka vaqtinchalik to'xtatib qo'ygandim. Mehribon Robbim beramatsa har qanaqachasiga rizqlantirib qo'yarkan. O'zim bilmagan va kutmagan holda blogimdan daromadlar kelishdi boshladi va reklamalar taklif qila boshlashdi. Yaratganim ol qo'lim deb bersa-yu, biz yo'q deymizmi? To'g'ri, tikuvchilik kasbimni juda ham yaxshi ko'raman, lekin tikuvchilik bu ipsiz boylanish demakdir. Ayni damda ko'rib turganingizdek, vaqtimni bolajonlarimga sarflayman. Qayerga borishlarini xohlashsa, o'sha yerga borib o'ynatib kelaman. Bugungi ujinga bayram kafesini tanladik. Chunki bitta ham taomlanamiz, ham desertlanamiz. Zaadno siz gullarimga bayram bakeryning menyusini ham tanishtirib o'tib ketaman. Suplar, salatlar, fast foodlar, shirinliklari eng mazaligini aynan bayram bakerydan topasiz. Somsalarda ham to'y marosimlari uchun katta kolичествоda xarid qilsangiz bo'ladi. Maza qilib o'zinchani qildik. Endi desert tanlagani turdik. O'g'iljonim vitrinada turgan tortni ko'rdi-yu, ayajon shuni olib bering deb erkalandi. Yemay yedirgan, kiymay kiydirgan deyshadi-yu. Yo'q, men aksincha. Yeb, yedirib, kiyib, kiydirib yuribman deyman. Alhamdulillah. Imronbegim o'zimga o'xshagan orzu havasli. Atmosferaga qarab ayajon, Taslimaxon tug'ilgan kuni shatta qilaylik. Rosa qiz bolalarga chiroyli joyda deydi. Nima yeysang, shuni o'rasan deyshgan eskilar, ilohim, rohatlarini ko'rib yuraylik.